Assalomu alaykum. Mening ismim Ablat Aziz. Vatanimiz Sharq Turkistonning Kuchon oyiga Konisha bozoridan. Men 2014-yil 5-oyda ikki o'g'lim bilan Turkiya qochoq yo'li bilan kelgan. Ba'zi bir sabablar bilan ayolim va qizimni chiqarmagan. Ular vatanda qolgan. Men bugun bu yerda shu ayolim, qarindoshlarim, yana aka-achilarim ve bazı bir tuqqanlarım üstüden guvohlik vermekçi. Bu mening ayolim Rizvongul Aziz ve kızım Muxlisa. Ayolim 2015-yil 1-oyda biz ketgan, men Turkiyaga tushib olgandan keyin aloqamiz bordi. Bir uchur vositalari bilan ko'rishib turdik. Keyin 2015 1-oyning 10-kuni Xitoy soqchilari tutib ketdi. Ondan keyin şu aqadan yana Bajam Ezrahman ayoli Guljannet Kibir ularning ma'misini tutdi. Şöyle hesapçı meni sebep qilib, bana qilib meni tunishtirib qoldirib olmoq uchun. Undan boshqa algan xabarimda şu varlıqda 2015 4-oy mezgilde 3-4 mezgillerde algan xabarimda qarindoshlarımni akam achilarim bo'lib cho'ng akam tugab ketib ketgan, men kelgandan keyin yana 2 akam 5 ocham kettisini hammasini turmaga so'lagan xabarni oldim. Uni boshqa navri tuqqanlar bo'lib hammasini shu meni bana qilib Eçedagi Qashqar mundaq degan banalar bilan hammasini turmaga so'laganlikning xabarini oldim. Undan keyin 2015 9-oydan 11-oygacha bo'lgan oraliqda shu mezgillarda bularninki nima deb hamda jinoyat qarchaplab nima deb jinoyat atqanligini bu Xitoy hukumatiniki uni uqmadim. Ammo ayolimninki 10 yil kesilganligini Bajam Ezrahman ve ayol Guljanetning 10 yil kesilganligini xabarini oldim. Hem bir akam, bir ochamninki birisining 6 yil, birisining 7 yil kesilganligi xabarini oldim.